qizlar mana akalarim. Bu kichkina akam, sizlar har doim bitta akam bor deb bilasizlar. Bu Abdug'an akam, yaqinda yanvarda o'tib qolgan akam. Bu Abdumalik akam. Meni ikkita akam bo'lgan. Ikkalaligisi ketma-ket bo'lgan. Oradan 12 yil, Abdumalik akamdan keyin 12 yildan keyin men tug'ilganman. Abdumalik akam 14 yoshida vafot etganlar. 4 kun sitmalaganlar. Shu bilan reanimatsiyaga olishgan. Reanimatsiyaga opamlarni kirgizishmagan. Kechqurun borganda yaxshi deyishgan, ertalab borsa 12 da o'ldi deb qaytib berishgan. Abdug'an akam 51 yoshida o'tdilar. Sahr edilar. Mana mehribonlarim. Shu bilan men bir o'zim qoldim. Bu esa meni adam, rahmatli. Alloh rahmat qilsin otam. Hozir rasmlarni